Bugun siz bilan yana bir bor VIP darajada, hayajonli avtomobil olamiga kirib boramiz va albatta kanalimizning o'ziga xos ruhiyati bilan sizni yoqimli kayfiyatga chorlaymiz. Shuning uchun orqaga suyangan holda qulay joy egallang. Chunki bugun sizga shunchaki mashina emas, balki kuch, hashamat va sportona ruhning ramzi bo'lgan Audi R8 haqida qiziqarli, haqqoniy va juda jonli ma'lumotlarni taqdim etaman. Hatto ba'zan mashina o'zi, menga qarang, men oddiy temir emasman. Men R8 man deb o'zini ko'rsatib turadigandek tuyuladi. Audi R8 tashqi ko'rinishi bilan dunyo avtomobil ixlosmandlarini yillar davomida o'ziga rom qilib kelayotgan superkarlardan biri bo'lib, uning past profilga ega, aerodinamik tarzda yaratilgan, keng va kuchli gavdasi, o'tkir chiziqli far dizaynlari, yon tomonlardagi agressiv havo kirish panjaralari va albatta oqshom yorug'ida ham ko'z qamashtiradigan yaltiroq korpusi mashinaga haqiqiy sportona ruh va premium joziba beradi. Shunchalik chiroyli ko'rinadiki, ko'chada to'xtab turgan bo'lsa ham odamlar suratga olishga shoshiladi. Hatto bu mashinani haydashga yurak kerak, deb hazillashuvchilar ham ko'p. Uning saloni esa boshqa bir olam. Qulay, sportona charm o'rindiqlar, haydovchini o'rab turuvchi panel dizayni, katta sensor boshqaruv tizimi, Audi'ning mashhur virtual kokpiti, yumshoq yorqin ambient chiroqlar va yuqori sifatli materiallar mashinaga o'tirgan ondayoq o'zingizni haqiqiy professional haydovchi yoki kinodagi qahramondek his qilishingizga sabab bo'ladi. Endi esa keling, R8 ning yuragi, dvigateliga nazar tashlaylik. Uning qudratli va on dvigateli o'ziga xos jarangli ovozi bilan har bir gaz berishda sizni adrenalin bilan to'ldirib yuboradi. Hatto qo'shnilar ham kechagi kim edi? Ovoz R8 ga o'xshardi-ku deb o'ylab qolishi mumkin. Tezlanish bo'yicha esa R8 kulmaygina sen gazni bos, qolganini men qilaman deb bir zumda oldinda otilib ketadi. Burilishlarda ham o'zini yo'qotmaydigan barqarorligi bilan yuqori tezlikda ham haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada bo'lib, aqlli tormozlar, sirpanishga qarshi tizimlar, sport rejimlarini o'zgartirish imkoniyati va boshqaruvning sezgirligi haydashni nafaqat zavqli, balki xavfsiz ham qiladi. Eng qiziq tomoni, R8 shunchaki tez yuradigan mashina emas, balki haydovchiga o'zini eshittirib turadigan, unga kayfiyat baxsh etadigan, keling, yana biroz tepaliklarga chiqamizmi, deb o'zini sinashga undaydigan sportkar. Uning dizaynidagi eng katta o'ziga xosliklardan biri, orqa qismidagi keskin shakldagi uzun LED chiroqlar bo'lib, kechasi yo'lga chiqqaningizda ular mashinaga maxfiy, o'ta jiddiy qiyofa bag'ishlaydi. Yana ikki tomondagi katta havo chiqarish panjaralari esa orqa diffuzor bilan birga yuqori tezlikda mashinani barqarorlashtiradi. Qisqasi, Audi R8 bu shunchaki avtomobil emas, bu hayot tarzi, kayfiyat, ehtiros va kuchning mukammal uyg'unligi. Agar mashinaga bir marta o'tirib ko'rsangiz, undan tushkingiz kelmaydi. Hatto menda shunaqa mashina bo'lsa, ertalab non olishga ham shu bilan borardim, deb hazillashingiz aniq. Aziz tomoshabinlar, agar bugungi taqdimot sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Albatta kanalga obuna bo'ling va yangi videolarni birinchi bo'lib ko'ruvchilar qatorida bo'ling.